Like bosib, obuna bo'lib turing. Men sizga zo'r xushxabar aytaman. Eski taksi haydovchilari, sizni tinimsiz mehnatlaringizni hurmat qilgan holda taksi park komissiyasini tushirishda davom etamiz. Endi bir oy davomida 800 va undan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatgan haydovchilarga taksi park komissiyasi 2-3% emas, balki 1,5% bo'ladi. Agar siz bir oy davomida 800 va undan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatsangiz, har bir buyurtmadan ushlab olinadigan komissiya kamayadi. Bu esa sizning daromadingiz oshishini anglatadi. Bundan tashqari, har bir viloyatlarda eng ko'p buyurtma zakaz olgan haydovchiga har hafta 300 ming so'm pul mukofoti taqdim etiladi. Agar siz oldin 10 million so'm ishlab topgan bo'lsangiz, 2% komissiya bilan 200 ming so'm pul ushlab olinadi. Endi esa 1,5% komissiya bilan atiga 150 ming so'm ushlab olinadi xolos. Demak, sizning cho'ntagingizda 50 ming so'm ko'proq pul qoladi. Bizning eng faol haydovchilarimiz allaqachon ushbu imtiyozdan foydalanishni boshladi. Ularning mehnati evaziga allaqachon taksi park komissiyasi 1,5% ga tushdi. Siz ham ko'proq buyurtma bajarib, kamroq komissiya to'lashga erishing. 5 va undan ortiq do'stingiz taklif qilib, har bir uchun 15 ming so'mdan pul mukofotiga ega bo'ling. Shu bilan birgalikda 1% komissiyada ishlang. Instagramda obuna bo'lib, qimmatbaho sovg'alardan biriga ega bo'ling. Eng muhimi, bizning maxsus paketimizga ega bo'ling. Bu degani 450 ming so'm to'lab, hafta davomida taksi park komissiyasiz ishlash imkoniyatiga ega bo'ling. Ushbu videoda Yandex kishilarga tashlab qo'yamiz.